AIMni 1%dan 100% gacha kuchaytirish ikkinchi qism. Bugun AIM Aziz haqida gaplashamiz, ya'ni pomosh v предсалывании. Bu narsa yoniqtirish kerakmi yoki uchiqmi? Bu narsani o'zi gaplashamiz sizlar bilan. Ko'pchilik aytayapti, что bu narsa uchiq turishi kerak, lekin bu noto'g'ri. Hamma uchun har xil. Agar siz pomosh v предсалываниеda o'ynab kelayotgan bo'lsangiz agar, dakansa o'ynashingizni maslahat beraman. Chunki uni o'chirganingizdan keyin o'qlaringiz yaxshi tegmay qoladi. Bu 100%. Nimaga bunaqa deyapsiz deganlar uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Xo'p, bu narsani o'chirganingizdan keyin odamga masalan siz o'zingiz otayotgan bo'lsangiz agar, masalan qo'lingiz bilan движение qilib yokida giroskopingiz bilan o'ynayotgan bo'lsangiz agar, bu narsa keyin giroskopga xalaqit beradi. Ya'ni qanday? Keyinchalik PUBG'ni o'zi qiladi bu narsani. Ya'ni siz tortmaysiz qo'lingiz bilan boshqarmaysiz. PUBG'ni o'zi boshqaradi sizni pritselingizni. Xo'p, bu narsani tushundik. Bu narsani o'chirib qo'yaylikmi yoki yoqib qo'yaylikmi deganlar uchun oxirigacha ko'ramiz videoni. Albatta buni o'chirib o'ynashingizni maslahat beraman. Chunki o'sha boya aytgan gapim, bu narsa agar sizda yoniq turgan bo'lsa agar, dakansa yoniq tursin. Chunki o'sha boya aytgan gapim, tak что shu oyda oxirigacha 10 mingta bo'lmasa ham agar aniq PUBG'dan ketaman. Tak что подписка, like bo'lsangiz agar, bo'lmasam o'q qilaman.